Tadbirkorlar KPI qo'yayotganda shu holatlarni ko'rib qolaman. Ya'ni ikki xil bo'ladi. Nazorat uchun qo'yiladigan KPI bo'lib qoladi yoki bo'lmasa natija uchun. O'zi umuman olganda qaraydigan bo'lsak, nazorat uchun qo'yilayotganda kuniga 100 ta qo'ng'iroq, eng kamida 5 ta aloqa bo'lishi kerak, yoki bo'lmasa eng kamida 2 soatlik qo'ng'iroq qilish kerak, eng kamida 50 ta lead bilan ishlash kerak degan holatlarni eshitib qolaman. Bu zo'r, bu siz uchun nazorat va bu holatda sizning xodimingiz zo'r xodim bo'lib beradi. Ya'niki hamma ishlarni bajaradigan, lekin natijasiz. Agar siz natija keltiradigan KPI qo'ymoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Birinchi, bir kunda bitta kef yoki bo'lmasa bir kunda eng kamida 5 ta uchrashuv, konversiya minimum 30% dan kamaymasligi kerak yoki bo'lmasa o'rtachagingiz minimum $1000 dan kamaymasligi kerak deb siz natija keltiradigan KPI qo'ysangiz, o'shanda sizda xodim sizga natija beradi. Qandaydir ishlar bilan band bo'lmaydi-da, konkretni natija keltiradigan ishlar bilan shug'ullanadi. Ana o'shanda siz o'zingizni ham aldamaysiz, uni kamroq nazorat qilasiz va ko'proq natijaga erishasiz. Agar shunaqa ma'lumotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Hali ko'p videolarni chiqarib boramiz.